Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Sog' salomat yuribsizlarmi? Charchamanglar ilohim. Ko'pchilikning talablariga binoan dehqonchiligingizdan ham ko'rsating degan uchun kartoshka, pomidor ekkan bolgarskiy ko'chatlar, shular to'g'risida bir video qilib o'taman qisqa. Bugun kartoshkalarimizmi yerdagilari juda ham chiroyli ahvolda, mana ko'rib turibsizlar. Bexato chiqqan. Xudo xolasa yaqin kunlarda gullaydi. Yerim baquvvatligi uchun bular shunaqa ham baquvvat chiroyli bo'lib turibdi. Yerga o'tgan kuzda tovuq go'ngini solib qo'yganmiz. Kech kuzda qishicha o'chirib yerni quvvatlantirgan. Bu yerda yashiklarga kartoshka ekkanman. Avval mana bunday bir qavatlik yashiklar deydi. Bu yuqoridagilar ham. Mana atay oxirgisini ko'rsanglar. Mana shu ahvolga kelgandan keyin men bularga mana turpoq solib xumlab chiqdim. Mana bularga turpoq solib chiqdim. Hatto devor tomonga ham turpoq solib qo'ydim. Bu bittasini sizlarga ko'rsatish uchun hali turpoq solganim yo'q. Keyingi yashikni mana tik tomonini olib, kvadrat shaklini qoldirib, to'rtburchak shaklini qoldirib, mana ikkala tomoni ochiq holatda. Endi shuni mana kartoshkaga kirgizib turib, bu tomonidan tushib ketmasligi uchun kesib qo'yganimni keyingi yashikni orasiga tiqib qo'ydim. Ushlab turishi uchun. Mana endi shuni avval bu tomoniga, keyin bu tomoniga turpoq bilan chirindini aralashtirib solib qo'yaman. Sizlarga attay shuni ko'rsatish maqsadida bunga hali solmagandim. Mana qolganlarga 2 qavatli bo'ldi. Mana yashiklarimiz juda ham chiroyli, sog'lom, katta bo'layotdi. Ular ham mana shunday holatda edi. Ko'rib turibsizlar, yashik to'la holatda edi. Shuning uchun ularni 2 qavat qildik. Bular kechroq ekilgan. Bular hali ikkinchi qavat qo'yishga tayyor emas. Hozircha shu holatda mana tepasidagi somonlari namlikni ushlab turibdi. Yerda qotmaydi, mana tegi nam. Hadi bunga suv quyib o'tirmaymiz. Chiqqan o'tlarini yulib qo'yamiz. Mana hozircha kartoshkalarimiz mana shunday holatda. Bularni yana kuzatib boramiz. Gullagani-yu, oxirgi harakatlar, nimalar solishim haqida ham sekin-asta ko'rsatib boraman. Hozircha bularga faqat tuproqni o'ziga boshida ammofos biroz aralashtirib qo'yganman. Undan beri hali bularga boshqa o'g'it berganimiz yo'q. Gullagandan keyin, undan keyin yana bir o'g'itlaymiz. Uni ham ko'rsatib boraman inshaalloh. Yerimiz yumshoq holatda. Shuning uchun mana keyingi kechroq ekilgani bu o'zimiz ro'zg'orga yetadigan, biz sotib daromad olish uchun qilayotganimiz yo'q buni. Xudo xolasa sekin-asta kuzatib boramiz. Oxirgi ekkan kartoshkam salafan katta agrobalti universal gruntini, tuprog'ini qopi bo'shaganda ana shunga ham oxirgi mana shu ekkanim shu kartoshkalar bo'ladi. Mana chiqib juda chiroyli holatda o'syapti. Bularni ham kuzatib borasizlar. Yonidagi yashiklarda ismalolarni urug'lantirganman. Xudo xolasa ularni urug'ini olib kech kuzda sepib, qishda o'zimizni ro'zg'or uchun ismalo yetishtirmoqchiman. Albatta parniylarda. Yashiklardagilarni mana keyingilardan bu nimagadir kechroq chiqyapti. Soyaroq joyda bo'lib qolganmi deyman. Qolganlarini ahvoli yaxshi. Ko'rishinglar mumkin. Chetda mana gullarimiz salqinroq joyga gullarni qo'yganmiz. Devor tagiga
avvallari janduk yoki bodring ekib devorga osib qo'yardik. Bu safar shunga tayyorlangan joyga kartoshka ekvardik. Xudo xohlasa avval qoplarga ekkanman, yashillarga ekib ko'rmaganman. Qoplarda ko'p marta yetishtirib ko'rganman, bo'lgan. Endi yashillarda qanday holatda bo'ladi, buni ham bir sinab ko'rmoqchiman, chunki qoplarda o'zi teglari oxiriga borganda chirib ketadi, u qoplar yaroqsiz holatga kelib qoladi. Biroz noqulayliklar tug'diradi. Shuning uchun yashiklarga ekdim. Xudo xohlasa umid qilib turibman. Yaxshigina hosil olsam kerak. Shu qisqa videoda orasiga banan po'chog'idan sharbat tayyorlab, ekinlarga, gullarga qanday quyamiz, buni ko'rsatib o'tmoqchiman. Birorta idishga mana banan po'choqlarini solib, men har safar shu bittagina idishga faqat banan po'choqlarini solaman. Hozir mana shu holatda to'liq holatga keldi. Bunga yana ozgina suv quyib qo'yaman. Suv rangi qorayib ketadi. Banan po'choqlari ham qorayib, o'g'itga aylanadi. Biroz aralashtirib qo'yaman. Bu tayyor bo'lganda bir osh qoshiq osh sodasini qo'shib, ya'ni pishevoy sodani qo'shib, bunga aralashtirib, shu suvga aralashtirib gullarimga, ekinlarimga quyaman. Buni ko'p marta sinab ko'rganman. Foydasi juda ham yaxshi o'sishiga, gullashiga, mevalarda tabiiy holatdagi o'g'it bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Men shuni tayyorlab qo'yganman. Uni bir chetiga. Nima uchun pishevoy soda solaman? Sababi ichiga har xil keraksiz o'sha zarar kunandalar o'rnash bo'lgan bo'lsa, pishevoy soda ularni o'ldiradi. Hamda pishevoy sodani o'zini ham o'g'it bo'ladigan xususiyati bor, ya'ni o'simliklarga ham foydasi katta. Demak, pishevoy sodani kuzatyapmizki, juda ko'p narsalarda foydali ekanligini bilib olyapmiz. Buni sinab ko'rganimiz uchun bemalol gapiryapman. Mana shu 20 litrli suvga bir osh qoshiqda pishevoy soda solib, keyin buni suvdan foydalanaman, ya'ni sharbatidan foydalanaman. Bu yerga mayda qalampir ko'chatlarini ekkanman. Yuqoriga qarab bo'ladigan gul qalampir deb qo'yamiz. Shularni ekkanman. Yana bir narsani ko'rsatib o'tib ketay. Shu tuvayda qulpinaylarimiz bor mana. Bular meva beryapti. Mevasi ham juda ham chiroyli. Juda chiroyli. Bu birinchi mevasi emas, albatta. Chiroyli bo'lishi bilan birga tabiiy holatda yetishtirilgan mahsulot. Buni o'g'limga ilindim. Xudo xohlasa, o'g'lim ishdan kelganda unga beraman. Bugungisini o'g'limga beraman. Pomidorlarim haqida alohida ko'rsatib o'taman. Agar buni ham hozir qo'shsam, juda ham cho'zilib ketadi. Shuning uchun buni alohida video qilib chiqaraman. E'tiboringlar uchun rahmat. Like bosgan qo'llaringlar dard ko'rmasin. Hayotinglar shu qulupnaydek chiroyli, shirin o'tsin. Omadinglarni bersin.